bezgaltiringning ichida mammang shunday tashqariga lapanglab chiqqaniga bizda Imon akamiz, Komil akamizga iymon bo'lish kerak. Ishonish kerak. Shunday chiqarasan mammangning ichida mammangni. Yonboshga shunday qaratasan, uchini ko'rsatsang blok qilib qo'yish mumkin. Bizga blok bo'lishing kerak emas. Biz tonggacha sen bilan sikishmoqchimiz. O'zingni mammangni o'zing deb 10 ta so'rasan. Koshki biz erkak biz qo'toq mammangdan sut chiqib ketsa. Yetmaydi-ku. Yetkazasan, u meni netto problema, dondiqcham. O'zingni mammangni o'zing so'rasan, 24 ta 7 azoblash xizmati bizga doim. Chap yelkasida shaytoni bor desam, bu 10 yelkasida ham shaytoni bor ekan-ku buni. Hamma joyda shayton turibdi. Buni shayton shayton boshqaradi. Ikkinchisi, qarashu. Birinchi, yaxshilab dondiqcha. Ha, yaxshilab. Ekranga qarab kerakmi yoki yonboshga qanaqa qilish kerak? Mammangizimni qo'lingiz bilan yopib chiqarganingizni biz ko'raylik. Ichidan chiqqanligini, uchini ko'rsatib shart emas. Shunday sal yonboshga qaraysiz-da, biz quloqimiz bilan yaxshilab yaqinlashib eshitib turamiz. Deb uchalarini shunday o'ynay yurib, shunday o'zingiz 10 marta po'qillatib berasiz. Ikkinchisi onasi emsa, bizda onasini emsa butun yoniki bo'lmaydi. Sizda men haligi bir ikkita o'rtoqlarimdan so'radim, yaxshi raqsga tushadi deb eshitdim sizda. Bizga raqsiz managidek alla degan kerak emas bizga. Bizga bu